Egaladan Lada Largus 2016 yıl geldi yurttaşlar. Avtomobilimiz qiziqarli joyi 4 tane metan gazı bor ekan mashinamizni. Kraskasi asujit bo'lgan polностью 52 million so'm bitadon bahası. Gelip haydab ko'rib olasizlar. Mashinamizni ko'rsatib o'tali. Endi o'zlaringiz uchun yuvib sirib qarashga qatadon bir kamistlar o'zingizga taxlab berasizlar. 500 ming kilometr yurgan ekan. Renault motorlar aptol yemaydi ekan. Demek arka mestaları hemen mestası bu. Yani. Bunda bir metan 75'lik mi 70'lik tende 3 tane 30'lık metanı var. Ana metandan problema yok lekin salıp bilseyizler oldu. Gaz salıp bilseyizler. Xullas hemen mestası bu. Gelip görünler 52 milyon so'm arzon Largus qarab yurgan olsa yana şu mashinamiz sizlar uchun yurtdoshlar 52 milyon so'm bo'lsa